bor ekan-da yo'q ekan. Cholu kampir bor ekan. Cholu kampirning 2 qizi bor ekan. Nastinka suymasi ekan, Marfushka erkasi ekan. John. Marfushga erkamga chivin azob beryapti, uyqusidan qolyapti. Ahimmen. Oy. Uxla. Uxla canginim. Uxla qizginim. Uxla shiringinim. Uxla. Hello. Ay, shortim shu nima qilyapsan? Opam Marfushkaga paypoq to'qiyapman. Paypoq? O'zingiz to'qib berdik aytingiz. Lekin to'qib bergan degan bo'lsam, ignalarni shiqillatib, uni boshingga ko'tarasanmi? Marfushga erkamni yo'qotib yuborasan. Nahotki devor orqasidan eshitilsa? Eshitiladi, tentak. Ish bilan kunizi qilib yurasan, tunda o'likdek uxlab qolasan. Marfushga kun bo'yi yotsa-da uxlalmadi, oromni ololmadi. Uziq etgan tovushga uyg'onib ketishi mumkin. Mana bu yerda o'tirib to'qisang paypoq, Marfushga qizimdan bo'lasan Iroq. Sutday oydin kecha. Salqigila joy. Tushundingmi? Yot. Iting ham qursin. Qo'roz qichqirishiga ikkinchi ham tayyor bo'lsin. Agar tayyor bo'lmasa, sochini bittalab yulaman. Japajon o'tira tur. Menga rahim qil, bobo xo'roz. Bitishiga bir qatim qoldi. Xo'roz erkam emas, songa ayting yo'q demas. Menga qara oppoq toy. Nur taratib urma boy. Paypoqni to'qib olay. Bo'lmasa o'gay onam yong'oq chaqar boshimda.
Sen oppoqdang. Oltin xo'roz, ot xo'roz, qat'iy bo'lsin ko'p daroz. Ming rahmat bobo xo'roz. Tugatdim. Xo'sh, sho'rtumshuq tayyor bo'ldimi? Mana. Bitgandingmi? Qorin o'chkur jodigar qurib ketgur kaltak kesak. Keyingi safar shunday ish buyurayki qilolmay o'l. Hozir mollarni sug'arib tovuqlarga dom ber. O'tin yorib hovlini supur. Yapacağım. Kechasi emas, kunduzi onasining yulduzi safarga yo'l olibdi. Ona nasihat aylab, baxtini tilab olibdi. O'g'lim, Yana nima deysiz? ehtiyot bo'l. Yaxshi. Onangni unutma. Xo'p. Yosh bolalarni ranjitma. Xo'p. Kattalarni hurmat qil. Ivanjon, qilma meni ko'p hayron. Uyimizga kirib o't, ko'ylagimni ko'rib o't. Ivanjon, ketma mendan ko'p yiroq. Uyimga kirolmasang, derazamdan qiyob bor. Ketma Ivanjon, bir nafas o'tiraylik. Olma desang marhamat, suhbatlashib ko'raylik. Changitmangiz yo'llarni, insofi bor xaloyiq. Azamat yigit kelur, u hurmatga ko'p loyiq. Men o'zimdan mamnunman, onasining erkasi. Na qing'irman, na qiyshiq, yigitlarning sarasi. Dengizlardan o'taman, tog'ni talqon etaman. Qirmiz yuzli qiz bilan murodimga yetaman. Ishlaymiz, chizmaymiz. Yeymiz, yemaymiz. Uramiz, urdiramiz. Ishlaymiz, chizmaymiz. Yeymiz, yemaymiz. Ishlaymiz, chizmaymiz. Yeymiz, yemaymiz. Ishlaymiz, chizmaymiz. To'xta! Qo'lga tushdingmi? Hozir biz seni ishlaymiz. Meliya? Ha, seni. Yaxshi, mayli shilinglar.
Nega shu mahalgacha to'qmoq tushmayapti? Siz qaroqchilar oshiqmanglar. Qishga borib tushsa ham xo'p gap. Yo'q, Ha, rost. qishga borib. Qishga borib, uyda yotish uchun qanaqa kuch kerak-a? Voy, bu. Oho. Yo'l yursa ham mo'l yurib, Ivan yorug' dunyoni kezib, quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan yurtlarga borib qolibdi. Ivanushka. 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 Men bilan bekinmacha o'ynayotgan kim bo'ldi? Men. Kim? Sizmi? Ha, men. Tag'in siz sehrgar bo'lmang, buvajon. Sal-pal ermak qilib turaman. Bir o'zim zerikib qoldim. Shunaqa deng. Ha, zerikyapman. Agar xo'p desang, kim o'zarga o'ynaymiz? Kim o'zarga? Men bilan a? Ha, Hazilni qo'ying, sizga bir zumda yetib olaman. yetib olasanmi? Yetib olaman. Agar yetib olsang, senga bexato otadigan kamalak sovg'a qilaman. Rozimisan? Roziman. Ivanushka. Yetalmadi kal, yetalmadi kal. Xo'sh, yetalmading-ku? Siz yutdingiz. Barakalla o'g'lim. Tan olganing uchun va'da qilgan narsamni sovg'a qilaman. Mo'jiza-ku. Biz mo'jizasiz yashay olmaymiz. Chindan ham sehrgar ekansiz. Ivan, Nima? orqangga qayt. Nimaga? Sen eng kerakli narsani unutding. Nimani unutibman? Keksa odamga bolam rahmat aytishni unutding. Yer o'pib ta'zim qilishni unutding. Endi bir kamim hammaga ta'zim qilish qoluvdi. Ivan, Menmas, sizga ayiq polvon qilsin ta'zim. mayli Ivan, bo'pti. Sen aytgancha bo'lsin. Bilib qo'y. Menga ayiqlar ta'zim qilishadi, lekin seni bellaring qayishadi. Qidirsang pat topasan, keyin qo'y bor uchirib. Topmoq bo'lsang baxtingni, ortidan bor yugurib.
uzoq umr tilaysan, sayrab kakku qushchajon, yo nazarga ilmaysan. Yetimman, yesirdirman, bu dunyoga essizdirman. Qayin o'smas quyoshsiz, yetim bormi ko'z yoshsiz? Uzoq umr tilama, o'ylab sayra kakkujon, ko'z yoshi hasratlarim hammasi senga ayon. Yaxshimisan, yaxshi qiz? Omonmisan, go'zal qiz? Mendan qo'rqma, parilar parisi. Menga bir qiyo boq. Zora yoqib qolsam men. Xo'sh. Yoqmadimi? Sen bilan gaplashmoqqa vaqtim yo'q. Nima ish qilyapsan? Quruq to'nkani sug'oryapman. Qachongacha sug'orasan? Gullar unib ochilguncha. Gullar? O'gay onam buyurganlar. O'gay onang juda ham berahm ekan. Unaqa emas, hamma onaga o'xshash. Isming nima, Suluv qiz? Meni otim Nastya. Nastya? Lekin har kim har xil chaqiradi. Dadam bechora meni Nastinka deydilar. Nastinka. Opam Nastka. O'gay onam jodugar qurib ketdi-ku. Kalta kesak deydi. Nastinka. Jonginam. Menga xotin bo'la qol. Namuncha tez. Nima bo'pti? Qing'irim yo'q, qishig'im yo'q. To'g'ri-ku-ya. Lekin men senga munosib emasman. Nima uchun? Maqtanchoqlikni sira bilmayman. Men maqtanayapmanmi? Ochig'ini aytsam, qo'limdan hamma ish keladi. Yo'q. O'lay agar. Yer haydashga ustaman, kurashtachi pahlavon, baliqchiman, ovchiman, xullasi ish bilarmon. Ana u yoqqa qara. Hozir bir o'q bilan onasini tappa o'ldiraman. Qo'y, otma, yosh bolalar bor ekan. Bo'lsa bo'lar, menga nima? Chapa. Nastya! Nastya! Senga nima bo'ldi? Nastya! Nastinka! Krekan! Sen nima qilib qo'yding, yolg'on do'stig?
Somon bilan qildim seni xokitroq, pating bilan qilding sen meni xarob. Kekkayib, yerdayib yurding aslan, mana endi ayiqsanlik qiyofang. Ivan, ayiq kalla. Meni kechiring, qartaygan qo'ziqorin. Kechiring. Ko'rdingmi Ivan, aytganlaring amalga oshdi. Menga ayiq polvon ta'zim qilyapti, lekin seni bellaring qayishyapti. Siz meni aqlimni kirgazib qo'ydingiz. Endi menga maslahat bering, nima qilsam odam qiyofasiga qayta kiraman. Sho'ring qulur pahlavon, ayiq kalla. Bunday hayotingga nazar tashla. Kimga yaxshilik qilding? Faqat maqtanishni bilding. Husningga ortiqcha bino qo'yding. O'z xursandchiligingni o'ylab boshqalarni xafa qilding. Nastinkani ham bekorga ranjitding. Nastinkani? Qani ayt, kim sendan yaxshilik ko'rdi? Mana senga nasihat, mana senga maslahat. Hali bu gaplarimga tushundingmi, yo'qmi, bilmayman. Buni nimasiga tushunish kerak? Hozir borib duch kelgan kishiga yaxshilik qilaman. So'ng eski qiyofamga kirib olaman. Ivan. Hech narsaga tushunmading, Ivan. Sizlarga qanday yaxshilik qilsam xursand bo'lasizlar? Sizga quruq to'nkada bitgan oq gullar. Har kuni oldingizga kelaman. Har kuni sizlar bilan gaplashaman. Joningizga tekkandirman. Yo'q deng. Unda menga aytingchi. Ivanushka tirikmi? Tirik ekan. Haliyam mendan xafa bo'lib yuribdimi? Xafamasding. Diydor ko'risharmikimiz?
Nechko'liga xayr ehson qilinglar. Na otam bor, na onam. Vaqo ovqatim yo'q, yerga kiyimim yo'q. Sadaqa baloligi, tavba gunohligi. Shunda qancha pul bor? Sari chaqayam yo'q. Unday bo'lsa, mana senga bir miri. Demak, yaxshilik bir miri kamlik qilar ekan. Oyoqqa! Sehrgar! Yordam beringlar! Sehrgar! Yordam beringlar, odamlar! Sehrgar! Men qanday xayrli ish qilsam bo'larkin? Laska, sochnobga. Tezroq. Mana. Boyjon, qo'shimcha tashlang. Bo'ladi. Qani? Bo'ylaringdan o'rgulay. Oyi. Narsani sochi menikidan yaxshi-ku. Seni soching unikidan qimmat, bozordan sotib olganmiz. Tagidan kesib tashlang. Sochini kesolmayman, unda nimasidan sochni uraman. Kesing. Boshiga latta urab, sochini bekitib qo'yamiz. Mayli, shunday qiling. Oydangasa ovqat yeyishni bilasan, echkiga kam qaraysan. Ay, albatta bilib qo'y, endi shunday yurasan. Qani taqib ko'r. Malika. Xuddi Malikani o'zisan. Rostana. Voy Malika. Qani. Voy, yuzim Chida. ketdi. O'laman. Sabr qil. Yo'q, Malika emassan. Kimman? Huril Qosim. Qanday xayrli ish qilsam ekan? Voy, chidolmayman. Buvijon, keling yordamlashmoqman. Xudo xayrini bersin. Bir xayrli ish qilgin. Xayrli ish? Ha, Joni dilim bilan. O'zim ham bir xayrli ishni qidirib yurdim. unday bo'lsa qila qol. O'tiring. Qayoqqa o'tiraman? O'tiring ustiga. O'tin ustiga. Axir sen. O'tiring. Buvijon, olisda turasizmi? Olisda turaman bolam, olisda. To'g'ri orqasida. Tepaga qarab chiqib ketaverasan, Juda yaxshi ish ekanda. Yaxshimi, yomonmi ish qilib charchab qolmasang bo'lgani. Qani endi ketdik. Qizim bechorani nimasini aytay? Tikishni, bichishni biladi. Bir og'iz gap qaytarmaydi. Ertalab turgan zahoti pechkani yoqadi. Undan keyin pishiradi, kuydiradi. Xullas qo'li kosos, sochi supurgi. Nima aytmaysizmi? 7 qizimdayam bunaqangi qiz topilmaydi. Xudojon, bu gaplarni keragi yo'q. Odamlardan eshitganmiz. Sizni yana ikkinchi qizingiz. Voy xudoyim-ey, odamlarning gapiga quloq solmang. Oyimni yakka-yakka qizlarim ham bo'laman. U asrandi qizlari. Agar hurmat qilsangiz, o'sha qizingizni ham ko'rsang. Yaxshi. Ko'rsangiz ko'ra qoling. Nastinka. Nastinka. Yoqqa kel. Basharam qursin. Nastinka, asal qizim, novat qizim. Mehmonlarga bir ko'rsat o'zingni. Buningiz bizga to'g'ri kelmaydi. Daladagi qo'riqchiga o'xshaydi. Ha, bu tentakni na husni, na qomati bor. Dadasiga tortgan. Axir. Xo'p bo'ladi. Aziz mehmonlar, nima bilan ziyofat qilsam, qursam bo'lasizlar. Go'shtni, baliqmi, nima bo'lsa ham bo'laveradi. O'g'lim g'oz go'shtini juda yaxshi ko'radi. Judayam. Naska. Yo'q,
Malikangizni o'zlari tayyorlab kelsinlar. Taomili shunaqa. Oyi, Biz qizingizni qanaqa pazandiligini ko'rmoqchimiz. Judayam terlab ketibsan o'g'lim. Kuni suvda. Bir qaraguncha kulbayi vayronam ko'rinmayaptimi? Ko'rindi. O'sha meni ko'shkim bo'ladi. O'g'lim, qirqqa chidading, qirqligayam chida. Qushday uchib, yelday yugur. Tezroq. Mana, Yetib ham keldik. Mana shu meni ko'shkim bo'ladi. Umring uzoq bo'lsin. Rahmat senga go'zal yigit. Nima? Go'zal yigit? Meni masxara qilyapsizmi? Yo'q. Meni basharamni ko'rmayapsizmi? Voy, ko'rmayapman bolam, ko'rmayapman. Mana 10 yildirki ko'r bo'lib qolganman. Hech narsani ko'rmayman. Buvi, siz ko'r bo'lguncha men ko'r bo'lsam bo'lmasmidi? Nafasingni issiq qil bolam. Qartaygan ko'zi qo'rinini rosa aldadi. Kim? Endi hech ham oynaga qaramaydi. kelin qalay ekan? O'zi yulg'uncha, kuyov sevar o'lguncha. Yuzlari anor yang'oq, shuni o'zi baxt solib. Oyjon! Yordam beringlar. Marfusha! Marfusha! Yordam beringlar! Marfusha! Ulamani qatorga taqish kerakdi, xudojon. Endi bedim qizimni olmaydilarmi? Yo'q, unaqa emas. O'g'lim hozir uylanishga tayyor. O'g'lim hali juda yosh. Unga kerak qalam qosh. Lekin bunga emas. Ana o'yinga. Sigadi ya qizga. Kampir hassasi qoldi-ku. Bechora hassasiz qanday yuradi? Olib borib berish kerak. Barakalla Ivanishka. Barakalla. Tushum desam tushum emas. Xayol desam xayol emas. Yo o'sha sehrgar chol yana mazay qilyapti. Bir vaqt meni bu yerga past boshlab kelgan edi. Shu yerda Nastinka bilan uchrashgan edim. To'nkadan gullar unib chiqibdi-ku. Berahm sehrgar meni ermak qilyapti. Uni sehridan qutulmaydiganga o'xshayman. Endi birdan bir yo'l. Alvido, Nastik. Nastinka! Kunlar o'tdi, oy o'tdi. Cholni qulog'i bitdi. Xotin qilgan farmonga, amal qilib o'rmonga olib borar qizini, jigarband qirmizini. Yuragida ko'p alam, yuzi suluq, bo'yni ham alamiga chidolmay yo'lga chiqdi ring demay.
Marfushamga kelgan sovchi Nastinkaga bo'lar xaridor. Sho'r tumshuqni yo'qot o'rmonga, u yerlarda o'lsin hovuzor. Yo'q. Mayli xotinim boshimda yong'oq chaqsin. Mayli o'ldirib yuborsin. Seni Nastinka o'rmonga tashlab ketmayman. Qani jonivor, cho'g', uyimizga qaytamiz. Cho'g', qani jonivor. Mayli meni qiymalasin. Mayli qononda qovursin. Endi hech narsadan qo'rqmayman. Endi Nastinka undan tortmayman. Men sizga aytaman. Bo'ldi yetar. Cho'g' jonivor. Meni qaytib olborsangiz, o'gay onam sizni tiriklay ko'madi. Xayr. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam, rozi bo'ling. Nastinka! Qarang. Nima? Yetar bizga hokimlik qilganing. Bundan keyin uchish. Marfushinka, uyga kir. Shamollab qamagin tag'in. Qirab boq. Shoshmay tur hali. Uycha, hey, uycha. O'rmonga yuz o'girib qaragin menga picha. Nima kerak? Divan, chaqirilmagan mehmon. Uyimni burib qo'yding, buning ustiga kelib, voy, meni uyg'otib qo'yding. Uyim edi joyida, burishlikmi qo'ydi. Xafa bo'lmang, yalmog'iz. Yordam bering buvijon. Nastinkani qutqaray. Boray, ayting qay tomon? Mendan kutma marhamat. Tuyog'ingni siqillar. Qani kulmam? Quloq sol, o'rmonga o'girilib, Ivanga ters bo'l. O'rmonga emas, menga qara. Ivanga emas, menga qara. O'rmonga emas, menga qara. Ivanga emas, menga qara. Yo'qol, yesoni. Baribir meni aytganim bo'ladi. Ey uycha, menga qara. Menga qara. Menga qara. Menga qara. Menga qara. Menga qara. Menga. Mayli. Ammo seni aytganing uzoqqa bormaydi. Kuchingga ishonaverma. Qani seni kuchingni ishlat, men sehrimni ishlatay. İnslar, cinslar, amrimga quloq soling.
Ketiringiz bu yoqqa. Javob qilay tezroq qayvochoqqa. Qo'lga tushib qutulmaysan Ivanjon. Zo'r bermagin oyoqqa. Go'sht yeyman baribir. Jo'rtaga emas, oyoq turashim kampir. Jo'rtaga emas. Hech kim meni belga o'tkazganmas. Otash peshga aslo qalaganmas. Belga qanday o'tiray? Ko'rsating oldin menga. Qani? O'shalar. Ushladim. Yoshlar, beboshlar, qachon odam bo'lasizlar bilmayman. Buning nimasi qiyin ekan, hayronman. Mana senga shundan Voy, qo'rdan! Voy, qo'rdan! Anacığım beni rastlam qolinglar, yo'qsa o'tin qilib tashlayman. Ey, yuragi yo'q, to'kaylar! Rahat qilinglar, peshqo'rdan o'laydi dedi. Kun bo'lib qoraydim. Qalay, maza qildingmi kampir? Ay shum kampir ayt menga, Nastikani qayerda topsam bo'ladi? Uni qanday qutqarsam bo'ladi? Sabr qil shum kampir, sabr qil. Hozir. O'rmondagi ko'k archa, yaproqlari nacha, yashil libos eglikda, o'zlari shoh betingda, sahra tortish chillada, sovuq turgan pallada, bo'ron qop purkab, oq libosga u o'rab, alla aytar qoshingda, parvonadir boshingda. Alla archajon, sovuq yema hech qachon. Alla archajon, sovuq yema hech qachon. Acaba qayoqdan kelib qolding, ha? Uyimdan? Sovuq yemadingmi, opoq qiz, ha? Yo'q, sovuq yemadim, Ayoz bobo. Sovuq emas. Endi sovuq yemayapsanmi, opoq qiz? Yo'q, sovuq emas. Sovuq emas, bobojon. Yaxshi qiz ekansan. Aqlli qiz ekansan. Mana mening postimimni yopinib ol, shakar qiz. Isinib olasan. O'zingizchi, bobojon. So'qitasiz-ku. Kim? Menmi? Voy qushcha. Ovora bo'lma qizim. Endi uyg'onmaydi. Butun borliqni muzlatadigan kuchim Hassamda. Judayam beroqim ekansiz. Bag'ri tosh ekansiz. Unaqa dema qizim, men ham rahmdilman. Sinchilikka men ham achinaman. Lekin kim meni Hassamga tegib ketsa, hech qachon uyg'onmaydi. Senga nima bo'ldi qizim? Muzlab ketyapman. Nima bo'ldi qizalog'im? Bilmadim, bobojon.
Ay, o'zi yurar, o'zi uchar chala. Bir kunda paydo bo'l. O'zingni tut, qizim, o'zingni tut. Muzlab qolma. Barakalla qizim, barakalla. Hali seni to'yingda-chi, o'zim xizmat qilaman, o'zim xizmat qilaman. Qani, o'zi uchar. Nastinga muhabbat. Bo'lmagan gap. Senga azizim, voy, terisdan tikilgan po'stin. Haqsiz. Tepkilab ki, shamollab qolma. Nima? Mana senga mana o'zi yurar, o'zi uchar chana, o'zi yurar, o'zi uchar. Shu chanaga o'tirsang, naslingani ko'rasan, murodingga yetasan. Po'stinimni hali oxiri tushmagan. Qaytarib berishni unutma. Rosa poplab aldadim, sildadim. Rosa poplab aldadim. Voy, qurib ketkurradi kuli. Tulparim. Voy o'laman. O'zimni o'qqa urayman. O'zimni cho'qqa urayman. A'zoyi badanim o'lib ketyapti. Endi bezgak ham, ismam yo'q. Bu odamlarga qanday chiqayman? Miau, miau. Oh, na uxlay olaman, na ovqat yeya olaman. Bu chaqirmagan mehmon meni xafa qilib ketdi. Xafa qilib. Niyatim yeyish edi. Yeyolmadim, attang. Ahmoq qilib u meni berga o'tkazdi, qarang. So'q o'tmas jonivor, xizmatimga bo'l tayyor. Junlaring mayin ekan, uy joying tayin ekan. Agar bo'lsang sen tolib, chena ortidan borib o'ldirasan o qizni, Ivan sevgan qirmizni. Endi hamma ish joyida bo'ladi.
hech qisi yo'q, xafa bo'lma qizim. Oxir yaxshi biladi. U seni hech qachon unutib yubormaydi. Xo'p. Men o'rmonga borib, qayin archalardan xabar olib kelay. Eson omon turishganmi ular? Sen uylarni yig'ishtirib tur. Opa qizim zerikib qolma, men tezda qaytaman. Ha? Nasiga bir gap bo'ldimi? Qayoqqa ketyapsan, yasachigan chol? Uyga kir deyapman. Uyga kir. Uyga kir. Quridi. Kir deyapman, sen uyga kir. Mushukcha. Yaxshi kelding. Qayoqqa to'xta? Kimda kim mening hassamga tegib ketsa, u hech qachon uyg'onmaydi. Archa, archa, archa-cha, yaproqlari innacha, archa, archa, archa-cha, yaproqlari innacha. Archa-jon, sovuq yema. Xafa qilib qo'yibmiz-ku. Yaxshi emas. Hozir kumush libos kiydiramiz. Xomkalla qari cholmiyam qursin. Hassamni unutib qo'shiqda qoldiribman-ku. Uyga keldi mehmon, eshigingni och mezbon. Bu men Nastinka qaytib keldim. Nastinka, voy bechora qizim, bechora qizim. Ya suygan ahmoqjon, nima qilib qo'yding? Nima qilib qo'yding? Barakalla, hozir sizlarni ziyofat qilaman. Xizmat qilding sen halol, evaziga azizim qaymoq berishi lozim. Maza qilib to'yib ol. Ko'psim. Xursand bo'ldi yalmog'iz, gapirmasdan bir og'iz. Aytganimni qilding soz, ko'rsatay senga e'zoz.
Kim qo'zi? Salom, Ayoz bobo. Sen Nastigani qidirib keldingmi? Ha. Nastinka. Uxlayotibdi. Nega kunduz uxlayapti? U kechayu kunduz uxlaydi, Ivanushka. Meni kechir, Nastinka. Seni bekorga xafa qildim. Kechir. Nastinka. Ivanushka, judayam chiroyli bo'lib ketibsan. Rostdan, ha? Avvalgidan ham chiroylisan. Endi men butunlay boshqa odamman. Ilgarilari yolg'iz o'zimni o'ylardim. Hozir odamlar uchun har qanday yaxshilik qilishga tayyorman. Endi men butunlay o'zgardim. Voy, yuzingga bir qara. Nima? Afti-basharang yana ayiqqa aylanyapti. Aha. Hazil Ivanushka. Nastinka. Ko'zimga ko'rinma. Ey odamchi tekin tomoqlar. Gapir, endi nima qildik? Ha? Bir urib ko'ramiz. Boshqa erlar ham ahmoq, lekin senchalik emas. Har holda o'z qizini o'rmonga tashlab kelmas. Bo'rilarga sho'rlikni aslo yem qilib qo'ymas. O'chir ovozingni iflos. Xo'p bo'ladi. Nastinka bo'lgandami hozir sochlardan burab, urib, tepib hovrimdan tushgan bo'lar. Sen ahmoq cholni burab tortgani. Na soqoling bor, na soching bor. Mana seni deb anor qizimni xafa qilib qo'ydim. Naska bo'lgandami hozir? Kelishyapti. Qaylig'im bu. Ivanushka. Kunlardan bir kun dadajon. Menga Ayoz bobo duch kelib qoldi. Keyin ko'shkiga olib ketdi. Ivanga nikohlab qo'ydi meni. Sovg'a salomlar berdi. Qaranglar,
kuyov bola juda ham darnoy ekan. Haqiqiy malikalarga o'xshaydi. Haqiqiy malikalarga. Marfusha bo'lsa badbashalar ketishga o'xshaydi. Qani bu yerdan jo'nayinglar, qoraydi shukurlar. Marfusha kim ketib ekanini men senlarga ko'rsatib qo'yaman. Hozir oyoqlaringni urib sindiraman. O'zingni bosib qaningdan ketmaysan. Marfusha, qayliq kerak. Menga davlat kerak, kerak. Yo'lga chiqdi sho'llik chor. Botsa hamki ko'p malol. Katta archa tagida, qaylig'ini dardida, Marfushga qolmo bo'ldi, sovg'asin olmo bo'ldi. Sovuqmasmi, opaq qiz? Esing joyidami? Ko'rib turibsan-ku, qo'l-oyoqlarim sovuqda muzlab qoldi. Voy, qanday qiziq qiz ekan. Endi shoyim qiz, biroz issiq o'tdimi? Menga qayliq topib ber. Beradigan seping ham ko'proq bo'lsin, qari chol. Tezroq bo'l. Ayiq uyi jar bo'yi, orom olishdir o'yi. Orom olishdir o'yi. Tulki uyi qor tagi, qarg'a yotar uyada. Qaroqchilar qayerda? Hech qayerda. Na joyi bor, na uyi. Oh, judayam sovqatdim. Oh, judayam sovqatdim. Kim? Jo'jo'laringga bor. Tezroq. Hozir ishlaymiz. Tayyorlaninglar. Ana kelyapti. Jonimiz ketdilar-da. Qar. Xush ko'rdik, sohib jamoat. Ey, qaraqchi yigitlar, sizga bo'lsin salomlar. Kerakmasmi sizlarga? Nima? Oltin kumush xazina, durru gavhar marvarid, tanga chaqa tu behisob sovg'a qilar kamina. Qani ber. Mana qo'yinglar. Mana. Ularga bo'lsin chaqa, sizga mana bu tilla. Hozir ishni bajaring, keyin tillani oling. Mug'ambir. Voy, meni yasirib. Voy. Sekin. Shunday og'ayinlar, bir ish bor juda oson, keyin qilmang pushaymon. Hozir mana shu yo'ldan chiqarmangiz siz ko'ldan. Ivan o'tar yor bilan uni ushlab bog'laysiz va o'limga chorlaysiz. Tushunarlimi?
Jo'jangizga boring. Hozir ko'rasan. Ivan, belga o'tkazish qanaqa bo'lishini men senga ko'rsatib qo'yaman. Yo'qinglar. Ahmoqlar! Qo'rqoqlar! Olg'a! Voy! Voy! Birgam! Birgam! Yigitlar, o'zimizni to'qmoqlar. Настенька! Gelme kız Ivanushka. Ivanushka, shafqat qilib Boqma! Ivanushka. Настенька. Naskaga u bir sandiq mol bergandi. Marfushaga erkatoga 2 sandiq mol beradi. 2. Yo'q. 4 sandiq 2 quti oltin beradi. Nima uchun 2 quti ekan? 4 sandiq bo'lgandan keyin 4 quti bo'ladi. U naskani dehqonga berdi. Marfushinka jonimni bo'lsa boyu badolatga beradi. Kelishyapti. Septaring qani? Mana. Qalang. Pul. Tush hallarga.
yedik. El ağzıda ikkoving ertay bo'lib qol dedik. Ertagim kuylas kalom.